bizda poyezd yo'lida liskalat bo'lardi. Mana shu yerda men chaloq sotardim. Rabotchilarda chaloq qilib kelib sotardim yosh bo'lsam. Bitta dadamiz 7 kishini boqardi oilada. Men Jumayeva Gulmiraman, Kattaqo'rg'on tumanidan. Chiqindi qayta ishlayman faoliyatim. Shunda tuman klasteriman bugungi kunda. Og'ayni urug'im xafa bo'lgan mendan, "Sen Musirda chiqindida ishlayapsan, bugungi kunda yaxshi ish qilmayapsan" deb. Marakalarga unaqa bormaganman. Aytganda ham keyin bormay qo'yganman. Odamlar rosa ustimdan kulgan, qo'llari bilan nima deydi, mana shunaqa qilib ko'rsatgan. Bugungi kunda hech ham unaqa ayollar qiyinchilikdan orqaga chekinish keragi yo'q. Ular imkoniyat juda ham bugungi kunda ko'p. Xotin-qizlarga, ayniqsa ayollarga bugun juda katta imkoniyatlar bor. Pul o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Qiyinchilik bilan, sabr bilan bo'lsa, albatta hammasi o'z o'rniga keladi. Orqaga chekinmash kerak, ishlash kerak. Bugun ziyon qilsa, ertaga albatta foyda qiladi. Ertaga ham ziyon qilsa, indin albatta foyda qiladi. Hozir Kattaqo'rg'on shaharda ham, tumanda ham hech qanaqa chiqindi ko'rmaysiz. U bitta tushsa bittaga yig'ishtirib ketiriladi, bizning zavotimizga boradi. Bugungi kunda qayta ishlayotgan narsam oddiy shishani drabelka qilib maydalab beraman yoki shunchaki yig'ib beraman, yig'ib jo'natib yuboraman. Temirni selpis qilaman. Hammasini plasmas qayta ishlayman. Faqat granula qilaman. Qoplarni qayta ishlayman. 7 xil qayta ishlaydigan mahsulotlarim bor. Bugun mana shu ko'rib turgan chiqindi hammasi qayta ishlansa, bu bizning O'zbekistonimiz boyliklar. 426 ta odam ishlataman bugungi kunda. 123 tasi mana shuni imkoniyati cheklangan, daftarda turgan ayollarimiz, ishchilarim bilan bitta stolda o'tirib ovqatlanishni yaxshi ko'raman. Obedda o'zimni mana shu rabotchilarim bilan birga o'tiraman. Masalan, musrovozimda guruchchilarim bor. Men shular bilan birga o'tiraman. Ularning dardini eshitaman, nima qilayotganligini eshitaman. Bu narsalarni eslashim juda bir og'ir. Unda hattoki ovqatlanishda ham qiynalardi edi. Rossiyada ko'cha supurgan paytlarim ham bo'lgan. Ko'chalarni supurganimda kistamda ozgincha non bilan kichkina yarim litrli bakalashkaga choy olib chiqardik. O'sha yo'lli bir chakkasiga o'tirib ovqatlanardik. Juda qiyinchilik va sog'inch, oila. O'sha chet elda yurayotganlar ham ideya o'g'irlash kerak. O'sha narsani shularni bugun O'zbekistonga ular qila oladi. Faqat o'sha kasbni o'rganish kerak. Nima uchun men bugun Gasir Baydir bo'lib mana shu musirini qilib yuribman-ku, men bugun O'zbekistonga borib shu yutuqni qila olmaykanman. Bu menga mashinani nimaga men mina olmayman degan savollarni ko'proq o'zimga bergan paytimda buni erib ustimdan kulgan payti ham bo'lgan. O'sha savollarim yutug'imning egasi bo'ldi. Boshlanishda mana shu qiyinchiliklarni yengib o'tdim. Oilaviy. Oilamni ham to'g'ri bir ishga tiqib qiynadim. Lekin bugungi kunda erim tomonidan oilasi ham, qaynukalarim, o'zimni apa-singil ukalarim hammasi juda yaxshi yashaydi. Hammasini takiga bugun inomarka moshi. Qo'rqmash kerak. Chekinmash kerak. Bugun O'zbekistonimizda hamma sharoit bor. Faqat menda bitta narsa turardi. Shu qiyinchilikdan o'tsang yaxshi bo'lib ketadi degan savol faqat o'zimda turardi. Yotsam ham shuni o'ylardim, tursam ham chidadim mana shu qiyinchilikga. Sabr qildim. Bugun men bemalolman. Ozgina qiyinchilik vaqtim bo'lib turgan edi. 500 million pul so'radim kreditga. 500 million pul ajratib berdilar mendan Xalq bankidan. Biz pulni olgan. Hamroh mana qiyinchilik, qanday qilib biz sizga yordam bersak, yana 1000 ish o'rin yaratishimni so'radilar. Mana shunchalik hamrohdek bir tashkilotlar so'rab kelishib, menga umuman ruhan kuch beryapti desam ham adashmayman.